Xislat mahallasida tashkil topganiga ham nasib etsa joriy yilda oktyabr oyida 52 yil bo'ladi. Bu hududlarni biz mana shu kamida o'sha yarim asrdan beri bilamiz. Ilgari ko'p quri yerlar bo'lgan, jamoat hududlarining yeri bo'lgan. Undan keyin mana ko'p qavatli uyda tushgan edi. Lekin o'sha tushgani bilan to'g'ri ta'mirlash bo'lgan, boshqa bo'lgan-ku, lekin hozirgiga o'xshab juda katta o'zgarishlar bo'lmagan. Kapital tarzda ta'mirlanyapti. Bolalar maydonchasi deysizmi? Mini futbol maydonchasi deysizmi? Keksalar uchun alohida o'rindiqlar deysizmi? Hattoki o'sha yoshlarimiz kitob mutolaa qilsin deb mana sanlarida mana kitob do'konlarini ochib qo'yganmiz. Xullas bu yerda insonlarning baxtli yashashi uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Albatta biz bundan juda bir xursandmiz, minnatdormiz. Bugun mahallamizda ajoyib bayram. Obod mahalla dasturi asosida qilinayotgan ishlarimizda mana bugun Xislat mahallamizni bugun ochilish marosimi. Ko'p qavatli uylarimizni, turar joylarimizni, atroflarimizdagi bolalar maydonchalaridagi bugun qilingan hamma yaxshi ishlarni bugun mahallamiz ahli ko'rib, xursand bo'lib, bugun mana bayram qilib o'tkazyapmiz. Mahallamiz ahli bugungi kunda bunaqangi qilinayotgan katta ishlardan hammamiz xursandmiz. Biz albatta bunday mahallada yashayotganimizdan faxrlanamiz. Prezidentimizning bu boradagi qilinayotgan ishlardan juda ham minnatdormiz. Bizning asosiy ishimiz endi mana shu bunyodkorlik ishlarini saqlab, avlodlarga yaxshi to'laligicha yetkazishdir.